Hürmetli radio anlıqıç dostlar. Anlamatqanınla Fransiya yazğıtısı Jules Verne'nin Şinjan Güzel Sanat Fotosurat Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Yer şarını 80 gündə aylanish nomli əsəri. Pirqirayotqan nur onun kontrolluğida to'xtamay aylanayotgan jonliqdek ağız sepi, qilishning besi ham sahnadagi chashdak inchiki polosim ustida abchillik bilan pirqirdi. Nur bir necha cho'ng kristal botilkani aylanib, vish ovoz chiqardi. Artistlar numur o'rinlaganda nurni yana havo bo'shlig'ida aylantirdi. Ular yog'och cho'yli bilan nurni xuddi paytopdek urib o'ynatdi. Oxirida ular nurni yanchiqqa soldi. Lekin hayda chiqarganda nur yanala aylanib o'tdi. O yerda biz serik umkining odamni lol qilgudek sarxil mahoratlarni tafsiliy tasvirlab o'tirmadik. Mayli osmish o'tiga chiqish bo'lsin, xodiga yamshish bo'lsin yoki to'ng domiltish, top o'ynash bo'lsin, hammasi ajoyib isil nomerlar edi. Ammo kishini maftun qiladigan nomer yanala odamning yurak tarini titrtadigan uzun burun artistlarning mahorati bo'lib, Yevropada bunday nomerni uchratib bo'lmaydi. Bu uzun burunlar sirliq ishning bevosita himoyasidagi uzun burun gruppasi tarafidan o'rinlanadi. Ular o'tir asrdagi chavandozlardek kiyinib, mo'risiga chiroyli qonat bekitib oladi. Hammadan alayda tarbi shuki, ular yuziga uzun burun niqob taqaydi. Bo'libmi, ular uzun burunga tayinib, o'rinlagan nomer kishilarning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Bu yolg'on burunlar bambukdan yasalgan. Uzunligi 5-6 fut. Eng uzunlari 10 fut keladi. Ularning ba'zilari tüptüz, ba'zilari agri, yana ba'zilari o'rak, ba'zilari sipsiliq edi. Artistlar mahkam bekitilgan yolg'on burunlarning ustida mahorat ko'rsatdi. Boshda 12-13 sirliq ish artistlari sahnada o'nsiga yotdi. Orqadan yana bir turkum uzun burun chaqmoq qaytirish hodisidek tiklanib turgan burunlarning ustiga abchillik bilan chiqib, burunlarning ustida sakrishib, bir burundan yana bir burunga to'xtamay uchib o'tadi. Eng oxirida arxat qatlash o'yinining rasmiy boshlanganligi jakarlandi. Arxat qatlash o'yini 50 necha nafar uzun burun artist tarafidan o'rinlanadi. Ammo muhtaram Patrik apandimning artistlari qanotlarini ishlatmay, balki yolg'on burun bilan bu g'oyasur odam gavdasidan tuzilgan qurilishni terib turadi. Boshda osti tagli qavatda turgan artistlar maydonga kirdi. Ular qovul, kuchtingir bo'lib, master dalshilarning ichidagi biri edi. Amaliyotda master qo'ni pasondagi kiyim kiyib, oli tog'il qanot bekitib, yuziga 6 fut uzunlikdagi yolg'on burun taqay oladiganligini o'ylab, ixtiyorsiz yoshlik davridagi jabr tatgan vaqtlarni yodiga elib, ichida cheksiz o'kindi. Lekin ko'z oldidagi bu burun uning pul tepib qo'rishqini beqishidagi qoral edi. Shunga bu ishni qilishga majbur edi. Bu chaqda master sahnaga chiqib, o'ziga o'xshash arxat qatlash nomerining birinchi qavatidagi hamrohlari bilan yerda yotdi. Uzun burunlar keyin-keyindan bo'shliqqa qarab tiklandi. Orqadala ikkinchi qavatga artistlar chiqib, ularning uzun burnining uchida yotdi. Uchinchi qavatga artistlar chiqib, ikkinchi qavatdagilarning uzun burnining uchida yotdi. To'rtinchi qavatdagilar shunda qildi. Birdamdala burun bilan terib turg'izilgan odam munari lapasning o'g'isi bilan tanishib qoldi. Bu chaqda pastda guldir qaras olqishlari yangrab ketdi. Sahnada guldirmomdek dumboq ovozi yangradi. Dal mush chaqda kishilar bir taglik artistning tuyuqsizlik qimirlab, orqadan yo'linib chiqqanligini ko'rdi. Shu on arxat munari tambonligini yo'qitib, guldir qalab qilgan ovozga agishib o'rilib tushdi. Bu masterning savalligi edi. U o'z beshimchilik bilan o'rnidan ayrildi. Gerçi u qanotiga tayanmagan bo'lsa-mu, sahnaning pakar qashasidan uchib o'tdi. Sahnadan keyingi o'ringa yamashdi. Ondan bir tomoshabinning puti ostidan pastga tushib varqirdi. Xo'jayin, men sizni topdim. Bu sizmi? Shundaq, men. Undaqda ma'ayli yigit, tez paraxodga chiqaylik. Master Foga pandim bilan avodaga agishib, koridorni kesib o'tib, lapasdan sirtqa chiqdi. Bu chaqda ochiqini bosolmay qolgan direktor Patrik yugurib keldi. Uningdan ziyonni to'lab berishni talab qildi. Foga pandim uningga bir tutam pul berib edi, uning ochig'i shu anda besilib qoldi.
Saat 6:30da Fog apandim bilan Aoda Masterni boshlab Amerikaga qarab mangdigan paraxodga chiqishdi. Yo'lga chiqishi bo'lgan oraliqda u qanoti bilan yuzdagi 6 fut uzunlikdagi yolg'on burunni elib o'tishga ulgurmadi. Shanxayda bo'lgan ishlardan biz tamoman xabardor. Tankadir nomli kema tarqatgan signal Yokohamaga mang'an paraxod tarafidan bayqaldi. Kapitan kichik keminiki bayroqning yerim tushirilganligini ko'rib, paraxodni Tankadir nomli kemaga qartib haydashga buyurdi. Uzoq o'tmay Felia Fog apandim kemining ish haqini hisoblab 500 funt sterling pulni kapitan John Bansby'ga berdi. Ondan bu mo'tivar bilan Aoda xonim yana Fix birlikda Yokohamaga qarab mang'an paraxodga chiqdi. San Fransisko shahriga mang'an paraxod 14 noyabr saharda dal vaqtida Yokohamaga yetib keldi. Fog apandim Fixga o'z ishini qilaverishni aytib, o'zi daral Karnatik nomli paraxodning izdirgini qildi. Ham xizmatkorning bu paraxodga o'ltirib, oldingi kuni kechda Yokohamaga kelganligini bildi. Aoda xonim qavatli xo'shal bo'lib ketgan edi. Fog apandim mo ichida xo'shal bo'lgan bo'lishi ehtimol. Lekin chiroyida hech qanday ifodani ko'rgil bo'lmaydi. Paraxod kech soat 6da Yokohamadan ayrilgan bo'g'ashqa Fog apandim daral xizmatkorini izlashni boshladi. U Fransiya va Angliya konsulxonalariga bordi. Ammo hech qanday uchurga erishamadi. Shuning bilan Yokohamaning cho'ng ko'chalarining hammasini bir qor izladi. Ammo hech nimaga erishamadi. Shuning bilan uni tepishdan umid qolmaganligini his qildi. Dal mushchaqda tasodibiylikdan yoki mundaqcha aytganda ma'lum bir bevosita sezimning turkisida direktor Botrik apandimning serik maydoniga keldi. Ayniqsa master g'alati kiyinib olg'achqa Fog apandim uni taniyolmaydi. Shunisi master sahnaga chiqib yotgan chog'da lojda o'ltirgan Fog apandimni ko'rib qoldi-da, o'rinda jim turmay orqat munorini o'rvatdi. Xizmatkor Aodadan bu bir necha kun jarayonidagi ishlardan xabar topdi. Aoda o'zlarining qanday qilib Shangangdan Yokohamaga kelganligini, Fix ismli bir apandimning birga Yokohamaga kelganligi qatorliqlarni aytib berdi. Master Fixning ismini anglabla ichida kulib qo'ydi. U Fog apandimga Fix bilan o'zi o'tirliqdagi ishlarni aytish sal baldurlik qildi deb qaradi. O'zining kechirmishini so'zlab kelib, mas bo'lib qolganligini e'tirof qildi. Fog apandim xizmatkorning bayonini anglab o'ndimidi. Faqat uningga pul berib, paraxoddan kiyim setib olishni aytdi. Bir soatga qolmayla xizmatkor qaytib keldi. Bu chaqda uning qiyofati butunlay o'zgarib ketgan bo'lib, serik umikidagi hayyarlarcha yasinishdan asarmi qolmagan edi. San Fransisko shahriga mang'an paraxod Tinch okean kiyimsizlik shirkatining 2500 tonnalik cho'ng paraxodi bo'lib, nomi Grand General edi. Paraxodning uskunlari yaxshi, surati tez bo'lib, soatiga 12 dengiz mili yo'l bosatdi. Palobida bir qozonning egiz peshongi to'xtamay harakat qilib turadi. Peshongning bir uchi borshin dastasiga, yana bir uchi jaynaklik o'qi tutishyapti. U porshinning tuz siziqlik ishtirish kuchini turbinaning ishtirish kuchiga aylantiradi. Shuning bilan o'q to'xtamay aylanadi. Gerat General nomli paraxodga noiti cho'ng 3 yelkan bekitilgan bo'lib, motorning kuchini oshirib, paraxodning tez yurishiga yordam qiladi. Mo'shu surat bo'yicha hisoblaganda paraxod 22 kunga qolmayla Tinch okeanni to'g'risiga kesib o'tib bo'ladi. Shunga Fog apandim 2 dekabr San Fransiskoga, 11 dekabr New Yorkga yetib boralaydiganligiga ishonadi. Shundoq bo'lganda 20 dekabr kuni Londonga qaytib boralaydi. Shunga u aslidagi taqdirni belgilaydigan vaqt 21 dekabrdan bir necha soat boldir bu qitimqi safarni tamomlaydi. Kemida yo'lovchilar nihoyat ko'p bo'lib, asosli amerikaliklar. Onundan boshqa yana bir turkum angliyalik yo'lovchilarim bor. Yana Amerika qit'asiga berib, ko'chman madkor bo'lganlarim bor. Onundan boshqa bir aram vaqtidan foydalanib, dunyoni sayli qilayotgan Hindiston armiyasidagi bir qism ofitserlarim bor. Bu qitim safarni oqsitadigan hech qanday ish yuz bermadi. Grand General nomli paraxodning kuchli motori keng ichilgan yelkanlarning yordamida nihoyat o'ngishli mangdi. Tinch okean ismi jismiga loyiq tip-tinch edi.
Fog apandim ilgirkidekla soğuqcan, salmaq, tamkin, kamso'z ko'rinatdi. Aoda amdi Fog apandimga borgan siri bog'linib qelyotdi. U hozir ilgirkidek minnatdorlik so'zlarini tilga olmaydi. Fog apandimning eg'ir besiq mijozi, ochiq mardligi uni o'ziga magnitdek tortmoqda edi. Aoda bilib bilmay o'zini hissiyotning boshqarishiga topshirdi. Aoda Fog apandimning bu qitimqi safariga odatdan tashqari ko'ngil bo'lishga boshladi. U qandoqdir biror ishning bu qitimqi sayohatga to'salg'i bo'lishidan ansiraydi. U bo'sh vaqtlarda doim master bilan paranglashadi. Xizmatkor uning gap so'zlaridan Aodaning maqsadini bilgandek bo'ldi. U xo'jayiniga cho'qinatdi. Fog apandimning samimiyligini, botir mardligini, kamqo'rsoqligini og'ziga tegmay maqtab bormaydi. Yana anja baliq chaqlarning kelmasi ketganligini, Yaponiyadek ajoyib g'aroyib mamlakatlardan o'tib bo'lganligini, hozir yana bir elga ketayotganligini, odamning xiyoliga kelmaydigan bu yer sharini oyni safarining belgilangan vaqt ichida oxirlashganligini so'zlaydi. Yokohamadan chiqib 9 kundan keyin Fog yer sharini oylanish musobaqasining to'p-to'g'ri yerimini besib bo'ldi. Darvaqa 23 noyabr Grand General nomli paraxod 180 graduslik meridiandan o'tdi. Shimol tarafga joylashgan London hozir dal yer sharining yana bir uchida qolgan edi. Fog apandimning ixtiyoridagi 80 kun vaqtning 52 kuni tugadi. Endi faqat 28 kun vaqt qoldi. Shunimi ko'rsatib o'tish kerakki, navoda bu angliyalik mo'tabar meridian siziq farqini o'lcham qilib, amdala musofining yerimini tugadi desimi, amaliyotda u musofining 3 dan 2 qismini besib bo'ldi. U Londondan odam bo'g'izgacha, odamdan Bombaygacha, Kalkuttadan Singapurgacha, Singapurdan Yokohamagacha nima degan cho'ng doirada aylanib mangan. Agarda London 50 graduslik parallelga joylashgan desak, butun musofa faqat 12,000 mil atrofida bo'ldi. Ammo Filia Fog apandim qatnash qo'rallarining chekilmasida 26,000 mil musofani besishga to'g'ri keldi. Halbuki 23 noyabr kuni kelganda u 175,000 mil musofani besib bo'lgan bo'ladi. Shundaqla eshib qolgani butunlay tuz yo'q. Yana kelib fiksmi yo'q. Fog apandimga ovorchilik topolmaydi. 23 noyabr master odamni xo'shal qildigan bir ishni bayqadi. Ko'pchilikning esida bo'lsa kerak, qat'iy irodalik bu yigit ajdodlardan tavarruk qolgan soatni hozirgacha London vaqti bo'yicha ishiltib, o'zi borgan joylarning vaqtini xato deb kelyotdi. Bu kuni u soatining vaqtini tanshimgan bo'lsa-mu, ammo uning soati paraxodki soat bilan birdek edi. Masterning nimishqa shunchalik xo'shal bo'lib ketganligini tushunmak oson. Navoda Fix mush yerda bo'lgan bo'lsa, uning nima deydiganligini anglab boqsa bor edi. Bu ablaq menga meridian siziqidamdo, quyoshdamdo, oydamdo ishqilib bir muncha qoldirilgan edi. deb o'yladi master g'o'dirab. Bu odamlarni, ularning gapini anglasam to'g'ri ish yo'q. Men hamon bir kuni quyoshning soati bilan tangmog'ligiga ishondim. Master bir ishni tushunmaydi. Navoda uning soati Italiya soatiga o'xshash 24 soatlik qilib bo'lingan bo'lsa, hargiz xo'shal bo'lolmaydi. Chunki paraxodki soatning istirlikisi tushdan burun soat 9 ni ko'rsatib turadi. Uning soati bo'lsa kech soat 9 ni, yana 24 soat ichidagi 21 ni ko'rsatib turadi. Bu dal London bilan 180 graduslik meridian o'tirliqidagi vaqt farqi. Biroq Fekis bu yerda bo'lsa ilmiy usulda uniga tushuntirib qo'ydi. Biroq master uniga ehtiyojli emas. Shundaqla tushuntirishni qabul qilmaydi. Nimil demayli razvedkachi Feks osmondan tushgandekla mush yerda bo'lib qolgan taqdirdimi, uning adabini berishga to'liq asosi bor. Master balkim Feks bilan tamoman o'xshamaydigan usulda boshqa bir masalani so'zlashgan bo'ladi. Feks hozir qayerdadir? Javob oddiy. Feks model Grand General nomli paraxodda. Feks Yokohamaga kelibla Fog apandimdan ayrilib, Udul Angliya konsulxonasiga bordi. U yerda Angliyadan avatilgan tutish buyrug'ini oxiri qo'lga oldi.
bu buyruq Bombaydan tortib Yokohamagacha onunğa top-to'g'ri 40 kun agashgan edi. Chunki Shangang saqchilari Fakesnimi Karnatik nomli paraxodga chiqqan bo'lsa kerak deb o'ylab, tutish buyruqini paraxoddagilarga berib qo'ygan. Fakesning buning uchun qanchalik g'azablanganligini tushunish tas emas. Afsus, buyruq endi keraksiz qog'ozga aylandi. Chunki Fogg apandim hozir Angliya ta'sir doirasidan chiqib ketgan bo'lib, uni qo'lga olish uchun cho'qim shu yerlik hukumatga berib, o'tkazib olish rasmiyatini bajarishga to'g'ri keldi. Hey, bo'ldilar. Bu qog'oz endi bu yerda ishlamaydi. Ammo Angliya ziminiga kirgandan keyin davomli ishlatishga bo'ladi. Fogg degan bo'lukchak qarag'anda rostla Angliyaga qaytib boradigandek qiladi. U o'zicha Angliya saqchi mahkamasini qo'llayotdim deb o'ylashi mumkin. Bo'ladi. Men oxirgi seni ko'zitib turman. Pulga kelsak, qanchalik eshib qolganini bir Fogg biladi. Safar xarajati, mukofot, arzaqi, kepillik qo'yib berish puli, pul setib olish ham safar ustidagi turli xarajatlar qo'shilib, u 5000 fond sterling pulni so'rayapti. Nima bo'lsin, bankining puli chiqqu, deb o'yladi Fakes. Fakes bir qarorga kelgandan keyin darhol Grand General nomli paraxodga chiqdi. Fogg apandim bilan Aoda paraxodga chiqqanda Fakes paraxod bo'lmasiga kirib ketdi. Chunki u Foggning yenda qadimki yaponcha kiyingan masterning paydo bo'lib qolganligini hargiz o'ylab yetolmadi. Shunga jidal chiqishdan o'zini qochirib, bo'lmasiga kirib daldilandi. Fakes paraxodda yo'lovchilar noit ko'p bo'lg'achqa masterni meni payqamaydi deb o'yladi. Afsus, raqiblar tar yo'lda uchrashdi. Bir kuni Fakes qerishgandek palobida xizmatkor bilan do'qirishib qoldi. Fransiyalik yigit Fakesni ko'rib, gap qilmasdan etilib berib, uning gelidan bo'g'di. Atrofdagi amerikaliklar bundan xo'shal bo'lib, kimning qalbi qildiganligi bilan pul tikishga boshladi. Yigit mushpashvo yog'dirib, nasbosqir Fakesning qattiq adabini berdi. Ko'rib olishga bo'ladi-ki, Fransiya mushtashchilari Angliya chamboshchilaridan ko'p yomon. Master Fakesni bir pas olgandan keyin orom topgandek bo'ldi. Fakesning yuz ko'zlari ko'kirib, ishib ketgan edi. U o'malab turib, Masterga qaradi. Urib bo'ldingizmi? dedi u so'g'uqli qilib. Xizmatkorning ochig'i yenib qoldi. Hozircha bo'ldi. Biray yana tepib parangni sayli. Sen bilanmi? Xo'jayiningizga foydali ish bor. Master bu eg'ir besiq raqibiga taslim bo'lgandek, o'niga agishib, paraxod peshidagi palobaga kelib o'ltirdi. Adibimni berib oldingiz. Bu mening o'ylig'inimdek bo'ldi. Menmi ochchig'ingizni chiqarib olishingizni saqlab o'tatdim. İlgari Fogg apandimga to'sqinlik qilgan bo'lsam, hozirdan boshlab men Fogg apandimning Angliyaga tez surat qaytishiga butun kuchim bilan yordam qilaman. Oxiri xo'jayinimning durust odamligiga ishonibsiz-da, dedi xizmatkor xo'shal bo'lganda qiyofatda. Yo'q, dedi Fakes beshini silkib so'g'uqla. Men uning lukchakligiga ishonaman. Hey, mana? Hey, qo'lingizni chiltimay, mening gapimni anglang. Fogg apandim Angliya ta'sir doirasida turayotganda men qo'limdan kelishcha uni to'sdim. Chunki men Londondan keladigan tutish buyrug'ini saqlashim kerak. Buning uchun men barliq amallarni ishlatdim. Bombaydagi qarovullarni kuchkirtib, Kalkuttaga berib uni arz qildim. U Shangangdagi chaqda sizni mas qilib o'tdim. Bunda qilishim Fogg apandimni Yokohamaga boradigan paraxodga chiqizmaslik uchun edi. Ularni anglab aytib, xizmatkorning mushlari qaytadan tuyilib ketdi. Ammo hozir, dedi Fakes xizmatkorning chiroyidagi o'zgarishlarni sezib. Fogg apandim Angliyaga qaytmoqchi. Men amal qilib uning Angliyaga berishiga yordam qilaman. Safardagi to'salg'alarni supurib tashlashiga yordamlashaman. İlgari uni to'sishga qanchalik uringan bo'lsam, bundan keyin shunchalik tirishchilik bilan yordam qilaman. Endi tushungansiz? Mening planim o'zgardi. Bu o'zimga foydali. Yana bir takrorlay. Siz nafga erishsangiz, men foydaliman. Chunki Angliyaga borganda siz ondan yaxshi odamga o'g'il qildingizmi yoki bir jinoyatchining yaloqchisi bo'lib qoldingizmi, hammani tushunsiz. Master Fakesning so'zlarini zanselib olgandan keyin uning ko'ngilga gaplarni qilganligini his qildi. Biz do'stmi? so'radi Fakes. Do'st? Yo'q, dedi Master javob berib. biz faqat ittifoqdosh. Ya'ni kelar Fogg apandimning manfaatiga kapolatlik qilgan asosda siz bilan hamkorlashaman. Navoda yana ilgarilik qilaman desangiz, bo'yningizni deganingizdek bo'lsin.
dedi Fix chiroyini o'zgartmay turib. On bir kundan keyin yana 3 dekabr Gerard General nomli paraxod o'z vaqtida San Fransiskoga kelib, Oltin qovuq portiga kirdi. Fogapandim San Fransiskoga plan bo'yicha o'z vaqtida yetib keldi. Kechikmadi, ham baldirmi bo'lib ketmadi. San Fransisko portida dengiz tashqiniga agishib, yuqur-tuvan ko'tarilib turadigan nurg'un laylama pristan bor bo'lib, bu paraxodlarning mol qachilash tushirishiga nihoyat qulaylik. Navoda bu yerdagi laylama pristonni Amerika qit'asi deb bilsak, undaqda Fogapandim, Aoda xonim va Master tushdan burun soat 7 da Amerika qo'riqligiga qadam bosdi. Laylama pristonning yanida tonnaji har xil bo'lgan nurg'un davlatlarning paraxod kemalari ham maxsus Sacramento daryosi bilan uning tarmoq iqillarida qatnaydigan necha qat polobuluq motorli qiyiqlar to'xtatilgan. Pristonga Meksika, Peru, Chili, Braziliya, Yevropa, Osiyo va Tinch okeandagi orollarga to'shilgan turli mollar dövlünüp ketgan edi. Master Amerika qo'riqligiga kelgandan keyin qavatli xo'shal bo'lib ketdi. U eng chiroyli harakati bilan paraxoddan sakrab tushgandila, ondan qalbidagi xo'shallikni ifodalagili bo'lgandek his qildi. Ammo ikki puti yerga tekanda, ya'ni laylama pristonga dastiganda suvga tushib ketgili qilli qoldi. Fransiyalik yigit mana mushundaq absiz qiyofatda Amerika qo'riqligiga qadam qo'ydi. U chaqda pristonning doimliq mehmonlari bo'lgan qorna saqi qushlar cho'chigindan purrida uchib ketdi. Fogapandim paraxoddan tushibla keyingi qaytimliq New Yorkka boradigan poyezdning tushdan keyin soat 6 da qo'zg'alganligini bilib oldi. Shunga ular Kaliforniya shtatidagi eng chong shahar San Fransiskoda to'p-to'g'ri bir kun to'xtaydi. U $3 xashlab bir ot arvasi kira qildi. Master ot arvasining beshidagi o'ringa joylashdi. Arva daral xalqaro mehmonxonasiga qarab yurib ketdi. Master arvadan pastga qarab Amerikaning bu chong shahrining manzarasidan huzurlandi. Ozoda ko'chalar, yo'lning ikki qaytiga ratlik joylashgan pakar uylar, Anglo-Sakson purqi chiqib turadigan got uslubidagi qurilishlar, yog'och qurilmaliq va xish qurilmaliq o'rdisimon ambarlar, qaynab tashqinlikqa to'lgan ko'chalardagi ot harulari ham yuk to'shiydigan harular, ko'chalardagi mügidek o'tishib turganlar ichidagi Amerikaliklar, Yevropaliklar, shundaqla Jungoliklar, Indianlar, ularning hammasi 200 ming kishilik aholiga ega San Fransiskoni tashkil qiladi. Master bularni ko'rib g'alatilik his qildi. 1849-yillari San Fransisko bir sirliq shahar edi. Bir turkum o't qo'yib odam o'ldiradigan o'g'ri bulonchilar, dengiz qaroqchilari bu yerga kelib oltin keni izdigan. Shuning bilan bu yer insonlar toshqilining terindillari to'plashadigan yerga aylanib qolgan. Hozir bu oltin davr kelmasi ketdi. Bugungi San Fransisko shahri allaqachon gullangan savdo shahriga aylandi. Qarovul qo'yilgan shaharlik hukumatning munari butkul shaharning cho'ng kichik ko'chalariga egizdan qarab turdi. Bu cho'ng kichik ko'chalar xuddi pichoq bilan kesilgandek ratlik, ko'rkam, do'qmushlari tik bo'lgan shaklda. Yo'lning o'tirisi ko'zni qamashtirgandek gullik bilan bezalgan. Bugungi kunda San Fransisko ko'chalarida beshiga yo'g'an kigiz qalpoq kiygan ispaniyaliklarni, qizil kiyimga amroq oltin qozg'uvchilarni, beshiga qush beyi qadib olgan indianlarni uchratib bo'lmaydi. Ularning o'rniga uchisiga qora ranglik murasim kiyimi, beshiga ipak bo'k kiygan, jinning barcha nom-manfaat qo'llashadigan sonsizligan mo'tvarlar almashgan. Bir necha ko'chaning ikki tarafiga oliy darajalik magazin ochilgan bo'lib, jahozlarga dunyoning har qaysi joylaridan keltirilgan mollar tizilgan. San Fransisko shahridagi Montgomery ko'chasi, Londondagi Regent ko'chasi, Parijdagi italiyaliklar ko'chasi ham New Yorkdagi Broadway ko'chasi bilan baslishalaydi. Master xalqaro mehmonxonasiga kelgan chog'da Londonga kelib qolgandek to'yg'uga keldi. Xalqaro mehmonxonaning osti qavati ozoda qovoqxona ekan. Bu mehmonlarni haqsiz sovuq yemeklik bilan ta'minlaydigan qovoqxona edi. Bu yerning quritilgan go'sht, oyster qulolisi sho'rpisi, pechena va pishloq qatorliqlarga pul elinmaydi. Yana turli ichimliklar,
Angliya pivisi, Portugaliya qizil uzum arqi, Ispaniya uzum arqi qatorliqlar tayyorlangan bo'lib, navoda mehmonlar ichmoqchi bo'lsa, aroq pulni to'lisli bo'ladi. Master buning Amerikacha tijorat usuli ekanligini bayqadi. Xalqaro mehmonxonaning oshxonasi ozodi bo'lib, Fogapandim bilan Auda xonim bir ustalning yeniga kelib o'ltirdi. Ayol bo'lmayla qamlashgan qartanlik mulozim kichik taxsilarda qo'rimlarni ko'tarib keldi. Ular to'yg'ichi g'izolandi. Tamoqdan keyin Auda xonim Fogapandimga amr bo'lib, Angliya konsulxonasiga berib, pasport rasmiyatini bijirmoqchi bo'ldi. Ko'chada ular Masterni uchratdi. Master Fogapandimdan poyezdga chiqishdan burun ehtiyot uchun Enfield markali karabin miltiqi yoki Colta markali tapanchaning bir qanchini setib olib bo'ldigan bo'lmaydiganligini so'radi. U bu yerdagi kishilardan temir yo'l bo'ylarida COC'lar va Pavnislarning poyezdni bulaydiganligini ang'aydi. Fogapandim bundaq ansirashning o'shiqcha Masterga o'z bilib bir ish qilishini topadi. Ondan konsulxonaga qarab mangdi. Fogapandim mehmonxonadan chiqib 200 qadamcha mangmayla intayin tasodifiy holda Fix apandimni uchirtib qoldi. Fogapandim qarmoqqa noita hayron qolgandek qiladi. Bu qanday ish? Fogapandim Fix bilan bir paraxodga o'ltirib, Tinch okeandan kesib o'tibdi-yu, uni paraxodda ko'rib boqmabdi. Fix o'ziga ko'p yaxshilik qilgan bu arbob bilan qaytib uchrashib qolganligidan cheksiz sharaf his qilganligini bildirdi. O'zining yana bir ish bilan Yevropaga qaytadiganligini, safarda mushundoq bir hamrohning bo'lganligidan cheksiz xushal bo'lganligini aytdi. Fogapandim javoban o'zining noiti sharaf his qilganligini aytdi. Hamdi Fix Fogapandimdan hargiz ayrilmaslikni qaror qildi. Ham Fogapandimga hamroh bo'lib, shahar ko'chalarini oralamoqchi ekanligini bildirdi. Fogapandim xo'shallik bilan qo'shildi. Ular uchisi ko'cha oralab yurib, uzoq bo'lmayla Montgomery ko'chasiga yetib keldi. Bu ko'chada odam mig'ildaydi. Map shakldagi ot arabasi va to'chaqliq ot arabalari u yoq bu yoqqa o'tishib turadi. Shunisi piyodalar ko'chasi, cho'ng yo'l, tramvay relisining hammasi, har bir magazinlarning eshik oldi, uylarning derisi, hatto o'gizlarmi sonsiz odam bilan liq to'lgan edi. E'lon taxtasiga ko'tarilgan kishilar u yoq bu yoqqa mang'atdi. Rangdor bayroqlar va lozunkalar kishilarning beshida lapildaydi. Asli bu yerda ommaviy yig'ilish o'tkazilayotganda, deb o'yladi Fix. U Fogapandimning beligidan tortib turib dedi. Efendim, biz bu qalaymaqan kishilarga hargiz chetlab qolmayli. Bo'lmasa tayoq yeymiz. Rostilla shundaqkan, dedi Fogapandim javob berib. Fix Fogapandimning hukmini anglab kulimsirab qo'ydi. Manzara tomosha qilish ham qalamqonchilikqa o'ralashib qolmaslik uchun Auda, Filial Fog va Fix ko'chadagi bir palampayning eng yuqorisiga chiqib o'tirishdi. Bu palampay bir so'piga tutishdi ekan. Bu yerda turib Montgomery ko'chasini ko'rgili bo'ladi. Ularning oldida ko'chaning yana bir tarafidagi bir ko'mirchilik shirkatining pristani bilan bir neft savdo magazinining oraliqidagi bo'sh yerda cho'ng monbar bor bo'lib, hamma odam mushu bo'sh yerga yig'ilib olganda qiladi. Ular bu yerda nima yig'inicha o'tadigandir. Nemishqa bunda qiladi degandeklarni Filial Fogapandim tushunmaydi. Bir yuqori darajalik mulkiy amaldor saylamoqchimi yoki harbiy amaldormi? Yoki biror hukumat boshlig'i yoki parlament a'zosi saylamoqchimi? Butun shaharni odatdan tashqari jiddiylikka selayotgan bu ko'rinish odamning qo'lisida turli gumon paydo qiladi. Dal shu chog'da kishilar orasida texmi og'ir qalamqonchilik ko'tarildi. Sonsiz qo'llar ko'tarildi. Shavqun suran ichida ba'zi kishilar mushlarini ching tugib, hozirla urib yetadigandak shiltaydi. Amaliyotda shunday qilish orqali ma'lum bir odamga bilet tashlamoqchi bo'lgan irodasini bildiradi. Qalamqonchilikda kishilar to'pi davol qo'ydi. Bu cho'qim bir ommaviy yig'ilishgan. Cho'qim kishi qalbini hayajon soladigan bir ishni muzokara qilyapti. Balkim, dedi Fogapandim oddiy qilib. Nimada demayli, bu ishning biz bilan aloqasi yo'q. Biz yanla ketayli, dedi Fix. U o'z aybkorining hujumga uchrashini yoki biror ish chiqib kelishini xohlamaydi. Fogapandimlar dal ikki tarafning o'tirisida turib qolgan bo'lib, ma'lumuz dismi kechikdi. Kishilar qo'llariga qo'g'ishini olsa, yo'g'on to'qmoqlarni elib oldiga yupiriladi. Ularni to'sqilib bo'lmaydi.
Filia Fogg bilan Fix ikkisi Aoda xonimni qo'g'lab, urilib, so'qilib, joyidan tavrib ketdi. Fogg apandim yanala ilgirkidek o'zini tutib olgan edi. U bir jup qo'liga tayinib o'zini qo'g'dimoqchi bo'lsa-mu, qarg'a kelmadi. Qizg'uch saqal qo'ygan, qarmoqqa urishayotganlarning katibishida ko'ringan bir kuchtingir uzuntura, qo'rqinchli mushtini ko'targuncha Fogg apandimga etildi. Elimo Fix o'z burchiga sodiq bo'lib, mushtini to'smagan bo'lsa, bu mo'tavar kayniga uchib ketgan bo'ladi. Fixning mush zarbasidan yapiliq bo'lib ketgan shilapsi ostida yo'g'on bir hurrak paydo bo'ldi. Haydisiz, dedi Fogg apandim raqibini mansitmaslik nazari bilan qarab. Bu quruq so'lat, dedi raqibi mixdek tikilib. Biz yana uchrashib qolamiz. qani ko'ramiz. Ismingiz nima? Filia Fogg, sizningcha? Polkovnik Stanvi Pirokto. Ular gapini tugitib turishiga kishilar to'pi boshqa yoqqa qistilishib ketib qoldi. Zarbidan yiqilib ketgan Fix o'rnidan o'milib turdi. Uning kiyimlari yirtilib ketgan bo'lsa-mu, ig'ir yaralamagan edi. Uning paltosi yirtilib, sangilab qopdi. İştinining iskat qilmabdi. Har nim bo'lsa, Aoda xonimga bir ish bo'lmadi. Faqat Fixlar bir mush yedi. Rahmat sizga, dedi Fogg apandim to'pdan ayrilib chiqqandan keyin rahmatini bildirib. Rahmat aytqishligi yo'q. Mayli, dedi Fix javoban. Nega bormiz? kiyim do'kon topayli. Demsimo kiyim do'koniga berishga to'g'ri kelgan edi. Filia Fogg bilan Fix xuddi o'zaro urushganda kiyimlari yirtilib ketgan edi. Bir soatdan keyin ular ratlik kiyinib xalqaro mehmonxonasiga qaytib keldi. Master mehmonxona oldida saqlab turadi. U qo'lga xanjari bor pistonliq o't ochadigan 6 otar tapanchadan 6 tal elib olgan bo'lib, xo'jayinini saqlab o'tadi. U Fixning Fogg apandimga agishib kelayotganligini ko'rib, darhol qo'shimiz to'rildi. Biroq Aoda xonim ishning jarayonini qisqacha so'zlab bergandan keyin Masterning ko'ngli ondan oramiga tushdi. Aniqki, Fix hozir dushman emas, balki ittifoqdosh bo'lib qolgan edi. Kechki tomoqni yeb bo'lgandan keyin bir qo'sh eshikli payton Fogg apandimlarni yuk taqillari bilan qo'shib poyezd vokzaliga yetkazib qo'yishga tayyorlandi. Paytonga chiqadigan chog'da Fogg apandim Fixdan so'radi. Siz yilqi polkovnik Stan Pirokto deganni qayta uchratdingizmi? Yo'q, dedi Fix javob berib. Keyin Amerikadasiga qaytib kelib uni izlayman, dedi Filia Fogg apandim so'g'uqli qilib. Bir angliyalik grajdan bunda xo'rlansa chidab turg'ili bo'lmaydi. Razvedkachi kulib qo'yib javob bermadi. Biroq angliyaliklarning o'z davlatida do'yliga tushishga ruxsat qilinmasa, undaqda chet elda shon-sharaf uchun do'yliga chiqadiganligini ko'rilish tas emas. Fogg apandim bana mushundaq angliyaliklardan edi. Ular soat 6ga bir chorak qolganda vokzalga yetib kelib, minishga taq bo'lib turgan poyezdni topdi. Fogg apandim poyezdga chiqmoqchi bo'layotganda bir temir yo'l xodimini ko'rib, uni qarab mandi. "Do'stim", dedi u yilqi xodimdan so'rab. "Bugun San Fransiskoda bir qalamqachilik chiqdimi qandaq?" "U degan ommaviy yig'ilish apandim", dedi temir yo'l xodimi. Biroq bana ko'chada noiti ig'ir qalamqachilik bo'lgandek tuyuldi. "Yo'q, u degan faqat bir qitimliq ko'ngil etish tipidagi ommaviy yig'ilish. Undaqda ular nemish qo'rishidi?" Bu ishlarni men o'qimadim." Filia Fogg apandim poyezdga chiqdi. Poyezd ushqandek yurib ketdi. Fogg apandimlar chiqqan bu temir yo'lni Amerikaliklar ikki okeanni tutashtirdi deb ataydi. Bundaq deyilgani odatda sharqdan g'arbga to'g'risiga kesib o'tadigan cho'ng liniyadan iborat. Lekin amaliyotda Tinch okean temir yo'li ikki shirkat kitabi. Ya'ni San Fransiskodan Oaklandgacha bo'lgan bo'liki Tinch okean markaziy temir yo'l shirkatiga qaraydi. Oaklanddan Omahagacha bo'lgan bo'liki Birlashma Tinch okean temir yo'l shirkatiga tabi. Omahadan Nyu-Yorkgacha o'xshamagan 5 liniya bo'lib, qatnashi nihoyatda oldirish edi. Shunga Nyu-York bilan San Fransisko uzunligi 3786 mil keladigan uzilmas bir temir yo'l belbog' bilan o'zaro chetilgan. Omaha bilan Tinch okean oralig'idagi temir yo'l kesib o'tgan yerlar hamisha indianlar va yovvoyi hayvonlar uchrab turadigan rayon bo'lib hisoblandi. O'tmishda Nyu-Yorkdan San Fransiskogacha eng o'ngishli bo'lgan taqdirdami 20 yil minishga to'g'ri keladi.
hozir faqat 7 kunlik vaqt ketadi. 1862 yillari Janubluq parlament a'zosi bu temir yo'lning texmo janubqaroq so'rilib yasalishi uchun butun kuchi bilan tirishgan bo'lsa-mu, natijada bu yo'l yanada shimoliy kenglik 42 gradus bilan 43 gradus oraliqida yasaldi. Qurilish darhol boshlanib, amerikaliklar bosh cho'kirib amaliy ishlaydigan ruh bilan xizmatga kirishib ketgan. Bu xil ruhda qog'ozbozchilik, byurokratchilik mavjud bo'lmagan. Ishchilar nihoyat tez ishlagan. Shuning bilan birga son sifatga kapolat qilgan. O'tliqda kunlik ilgirlash sur'ati 1.5 milga yetgan. Parovoz birinchi kuni yotqizilgan relsda, ikkinchi kuni kerakli bo'lgan moddiy ashyolarni to'shigan. Mana mushundaq rels yotqizilgan yo'lni bo'ylab davomli olg'a qarab yo'l solgan. Tinch okean temir yo'lida yo'l bo'yi nurg'un tarmoq yo'llar yasalgan bo'lib, bu tarmoq yo'llar Iowa, Kansas, Colorado, Oregon shtatlaridan o'tadi. Temir yo'l liniyasi Omahadan boshlanib, Pilati daryosining so'l qirg'og'ini bo'ylab, bu daryoning shimoliy qismidagi tarmoq eqinining qo'yilish eg'izigacha bordi. Ondan daryoning janub eqinini bo'ylab so'zilib, Larmi rayoni bilan Vaqsash tog' tizmasidan kesib, Buyuk Tuz ko'ldan o'tib, Mormonliklarning markaziy shahri Salt Lake'ga yetib bordi. Ondan To'yla jilg'isiga kirib, Amerika qit'asi cho'ng cho'lligini bo'ylab, Sidar teg'i bilan Humboldt teg'idan kesib o'tib, Humboldt daryosi bilan Sierra Nevada daryosidan olib o'tdi. Ondan janubga mengib, Sacramento'dan o'tib, Odol Tinch okeanga yetib bordi. Temir yo'lning butun liniyasidan yanto'liq noyit kichik bo'lib, Roski teg'ini kesib o'tgandimi, yanto'liq 112 futdan eshib ketmaydi. Mana bu poyezd 7 kun vaqt ichida mengib bo'lgan cho'ng qatnash tomiri. U Philia Fogg apandimni 11 dekabr kuni Nyu-Yorkga yetkazdi. U bu yerdan paraxodga o'tirib, Angliyaning Liverpoolga qaytdi. Philia Fogg apandim 2 dona 4 chaqliq vagonni chetib, uzartib yasalgan vagonda o'ltiradi. Bu xil vagonning poyezdni aymi yo'llarda ravon mang'uzishiga yordam bo'ladi. Vagon ichida yo'llarning bo'limchisi bo'lib, o'tiriga yo'l qo'yilib, ikki tarafga 2 rat qattiq o'rindiq o'rnatilgan edi. O'tirdagi yo'l tozliq uyi degandek yerlarga tutishadi. Bu har bir poyezd vagonida bor bo'lishga tegishli aslalar hisoblandi. Butkul poyezdning vagonlari sirtidan reshatkalik yo'l orqali o'zaro tutishadi. Yo'lovchilar paravozdan toki poyezd quyrug'igacha bemalol mang'alaydi. Poyezdda yana mehmonxona, oshxona, qahvaxona qatorliqlar loyihalangan bo'lib, faqat teatrxonalar ekan. Biroq hamon bir kuni bor bo'ldi. Vagonning o'tirisidagi yo'ldan doim kichik yoymikashlar o'tib turadi. Ular gazet, jurnal, yemaklik va sigaret sotadi. Tijorati yaxshi edi. Kech soat 6da poyezd yo'lovchilarni elib, Aucklanddan yo'lga chiqdi. Bu chaqda qorong'u tushgan bo'lib, sovuq zaminni o'z qo'yniga olmoqda. Osmonni bulut qoplab, qarmoqqa qor yog'danda qiladi. Poyezdmi sur'atini ostilatdi. Bekatlarda to'xtaydigan vaqtini qo'shqanda soatlik o'tircha tezligi 20 mildan oshmadi. Lekin bu shundoq tezlik bilanmi Fogg apandim belgilagan vaqtda Amerika quruqligini kesib o'tib bo'lalaydi. Vagonda odamlar noiti oz paranglashadi. Yana kelib yo'lovchilar mugdashga boshlagan edi. Master razvedkachi Fexning yanida o'ltiradi, lekin gaplashmaydi. Ikkisining ilgirki do'stona munosabati ko'p sustlashib ketdi. Garchi Fex Masterga bo'lgan muomalasini qilchilikmi o'zgartmagan bo'lsa-mu, Master unda qilmadi. U har doim yuksak o'sharligini saqlab turadi. Navoda Fex qandaqli bir foydasiz harakat qo'llanmoqchi bo'lsa, u Fexni bo'g'ib qo'yishdan yanmaydi. Poyezd yo'lga chiqib 1 soat bo'lganda qor ushqundashga boshladi. Ammo bu kichik qor yo'l yurishga to'sqinlik bo'lmaydi. Derizdan qaraganda sirt oppoq ko'rinadi. Paravozdan to'lqinib chiqayotgan iz atrofda oylanadi. Soat 8da poyezd xodimi vagonga kirib, ko'pchilikka uxlaydigan vaqt bo'lganligini uqtirdi. U aslida yotoqliq vagon bo'lib, uzoq o'tmay o'rindiqlarning yo'lanchiki kayniga takshi yotqizilib, aplik karvat qilib o'zgartirildi. Shuning bilan birga vaqt ayrimxonalarga bo'lindi. Har bir yo'lovchining ozoda o'rniga qalin parda tortib qo'yilgan edi. Shunga o'g'irlikcha ko'rgilim bo'lmaydi. Qordek oppoq adiyal, yumshoq yostiq qatorliqlar bu vagonning paraxodga xos bo'lmasidan ancha farqlamaydiganligini bildirib turadi.
Bu chaqda poyezd butun sur'ati bilan Kaliforniya zaminida ushqandek ketayotdi. San Fransiskodan Sakramentogacha bo'lgan oraliqda yer tuzilishi bir qadar tekshi edi. Bu bo'lak yo'lning nomi Tinch okean markaziy temir yo'li bo'lib, Sakramentoni boshlanish nuqtasi qilib sharqqa yurib, Ohama yo'linishdan kelgan yo'lovchilar poyezdi bilan navbatlashadi. San Fransiskodan Kaliforniyaning markazigacha bo'lgan poyezd San Pablo qo'ltig'iga qo'yilgan Amerika daryosini bo'ylab, udul sharqiy shimol yo'linishiga qarab mangdi. Bu ikki cho'ng shaharni tutashtirib turgan temir yo'lning uzunligi 120 mil bo'lib, 6 soatda besib bo'lg'ili bo'ldi. Kech soat 12 da yo'lovchilar amdila uyquga ketganda poyezd Sakramentodan o'tdi. Sakramento gullangan shahar bo'lib, Kaliforniya shtatlik qonun chiqarish kengashi turishliq joy edi. Afsus, poyezdagi kishilar qattiq uyquga ketgan bo'lib, shaharning go'zal manzarasini, chiroyli vokzal, pristan, ozod ko'chalarni ko'rmadi. Shundaqla oliy darajalik mehmonxona, ko'cha gulliklari va qurilishlarni tomosha qilmadi. Poyezd Sakramentodan o'tib, davomliq olg'a qarab mengib, Brooklyn, Colfax, Jackson qatorliq bekatlardan o'tdi. Ondan Sierra Nevada tog'liq rayoniga kirdi. Tushdan burun soat 7 da poyezd Shisko bekatidan o'tdi. Bir soatdan keyin poyezddagi karvatlar qaytadan o'rindiqqa o'zgartirildi. Yo'lovchilar derizdan tog'ning go'zal manzarasini tomosha qildi. Bu yerdagi temir yo'llar Sierra tog' tizmasining egiz past qenini bo'ylab yotqizilgan. Temir yo'l ba'zida to'yiqsiz tog' bag'riga chaplashib mangsa, ba'zida tik yer bo'yida mangadi. Qoida jiddiy oylamadan o'zini qochirib, nihoyatda cho'ng aylanib mangadi. Qoida ikki tarafdagi egiz tog' cho'qqilari o'tirisidagi jilg'larga sho'ng'ib, odamni tegi yo'q hongga tushib ketayotgandek hissiyatga keltirib qo'yadi. Poyezd beshiga odamning ko'zini chaqqudek qordek chiroq, ko'mish ranglik signal bergich va qovon tomushqiga o'xshash kalla qo'g'laydigan kashili bir taraf qilg'ish o'rnatilgan edi. Bu yerda go'dik va shiddatli chaqiriqning ko'ldirilgan ovozlari ichida poyezddan chiqqan qora isning qo'yiq qarg'ayzarlik osmonda to'lg'inib yuqoriga ko'tarilayotgan qila ko'rinadi. Bu yo'l bo'ligida tonel yoki ko'rik yo'q deyarlik. Temir yo'l tog' bag'riga chaplashib ilgirlaydi. Temir yo'l bu tog'dan yana bir tog'cha butunlay tabiiy yer tuzilishiga asosan yasalgan. Soat 9 ga yaqin poyezd Carson tog' chelg'isidan Nevada shtatiga kirdi. Ham davomli sharqiy shimolga qarab mangdi. Poyezd Reno bekatida 20 minut to'xtadi. Yo'lovchilar tomoq yeb bo'lgandan keyin soat 12 da davomli olg'a qarab mangdi. Poyezd Humboldt daryosini bo'ylab davomli shimolga bir necha mil minib, ondan sharqqa burilib Humboldt tog' tizmasiga keldi. Orqadan daryo yoqasini bo'ylab davomli olg'a qarab mangdi. Nevada shtatining sharq qirg'igiga joylashgan Humboldt tog' tizmasi Humboldt daryosining boshlanish manbasi bo'lib hisoblandi. Tomoqdan keyin Fogapandam, Auda xonim, Fix va xizmatkor vagonga qaytib, sirtki chiroyli manzaralardan hozirlanqash mangdi. Ko'z yetkisiz yayliqlar, yiroqda onda-sonda ko'rinib turgan tog' cho'qqilari, jimjit eqiyotgan daryo kishiga huzur beg'ishlaydi. Ba'zida ratlik ketayotgan yovokal to'pi yiroqdan ko'zga chilqatdi. Bu yovokalalar temir yo'llarga oz bo'lmagan avorchilik tepib beradi. Ilgari bu kalalar birinin keyindan biri temir yo'lni kesib o'tadi. Bir o'tishida bir qancha soat ketadi. Bu chog'da poyezd to'xtab kalalar o'tib bo'lgandan keyin mengishga majbur bo'ladi. Fogapandimlarmi mana mushundaq ahvolga yo'liqdi. Tushdan keyin soat 3 bo'lganda taxminan 12-13 ming to'yoq kala oldidagi relsni to'sib oldi. Poyezd suratini osiltib, oldidagi kashila tozlig'ish bilan kalalar to'piga kirib ilgirilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, mumkin bo'lmay to'xtashga majbur bo'ldi. Yo'lovchilar amalsiz amerikaliklar xato holda so'kalisi deb olgan ko'shigichi yavokalalar to'pining oldirmay relsdan o'tganligiga qarshi turdi. Bu kalalar bir tarafdan mang'ach, bir tarafdan kishini andiktirgan ovozda o'rkiraydi. Yavokalalar Yevropadagi bo'qidan cho'ng bo'lib, put va quyruqi qisqa. Oldi do'lisi egiz ko'z cho'qqisi shakllantirgan. Mengizi ikki tarafga egilgan. Bosh bo'yinlari ham mo'risida uzun tuklar o'sgan edi. Bu xil kala to'pining yo'tkilishini to'sib qog'ili bo'lmaydi. Ular ma'lum bir yo'linishga qarab manganda hech kim ularning mengishni to'xtatmaydi yoki yo'linishni o'zgartirmaydi. Bundaq tirik ko'chdan shakllangan iqinni har qanday to'sma to'siyolmaydi. Yo'lovchilar bu g'alati ko'rinishga qarshi turdi. Ammo hamma kishidinmi oldirishga tegishli Fogapandam bo'lsa, o'z o'rnida salmoq o'ltiradi.
Master bu bir top kalaning yo'lini to'sib olib, vaqtni bekordan isrof qilayotganligini ko'rib, g'azabdan yerildak bo'lib ketdi. Bu nisbasqa yerda bir top o'limtik kalimo yo'lni to'sib oldi ekan desa, qatnashga daxli qilmagandek turib olishcha texi. Top bo'lib olib misillaydi ekan. Men Fog apandimdan bu ishlarni safar planiga kirgizdimi yo'q bilib boqim kelayotdi. Yana mau poyezd shofiri kalalarning orasidan o'tishga jur'at qilmayotdi. Darvaqa, shofir oldidagi to'salg'uga etilib kirishni o'ylashmadi. Shofirning shunday qilishi to'g'ri. Navoda u majburiy mangmoqchi bo'lsa, shubhisizki bir necha kalni so'qib o'ldiradi. Keynidagi kalalar buning bilan kori yo'q kedaveradi. Paravuz har qancha kuchli bo'lsa-mu, oxirida to'xtab qoladi. Talay qash kelib qolsa, texi poyezd relisdan chiqib ketadi-da, oqibatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Shunga eng yaxshi chora sabrchanlik bilan kutib turib, kalalar o'tib ketgandan keyin suratni oshirib, qo'ldan berib qo'ygan vaqtni to'liqlab olish edi. Yavukala qo'shini 3 soat mengib, toki kun qarayganda ondan temir yo'lni bo'shatib berdi. Eng oxirgi kala temir yo'lda o'tayotganda, oldidagi kalalar allaqachon janub tarafdagi ufuq siziqida ko'zdan g'oyib bo'lgan edi. Poyezd Humboldt tog' tizmasidagi tor tog' yo'llaridan o'tib bo'lganda, kech soat 8 bo'lib qoldi. Soat 9:30da poyezd Yota shtatiga kirdi. Bu yer Buyuk Tuzluq ko'l rayoni edi. 5 dekabr kechasi poyezd doirasi taxminan 50 mil keldigan rayonda sharqiy janubga qarab uchqandek mangdi. Orqadan sharqiy shimolga burilib, Buyuk Tuzluq ko'liga qarab ilgarildi. Ikkinchi kuni soat 9da Master poyezd chatmasiga chiqib havolandi. Bu chaqda sirt noiti sovuq bo'lib, osmon tutuqlashib ketgan. Qor to'xtagan edi. Quyosh bulut tomonlari ichida noiti yo'g'on ko'rinadi. Qarmoqqa g'oyat zo'r oltin tangiga o'xshab qolgan edi. Poyezd 3 soat 12:30 bo'lmayla Buyuk Tuzluq ko'lining g'arbiy shimol uchiga yetib keldi. Bu yerning ko'rish doirasi keng bo'lib, yo'lovchilar bu ichki quruqlik dengizi Buyuk Tuz ko'lining manzarasini qong'udek tomosha qila oladi. Buyuk Tuz ko'l yana O'lik dengiz deb ataladi. Bu ko'l bilan Iordan daryosi quyiladigan O'lik dengizining nomi o'xshash. Bu yerda bir Amerika qit'asining Iordan daryosi Buyuk Tuz ko'liga quyildi. Bu chiroyli cho'ng ko'lning ichida nurg'un g'alati xoda toshlar ko'tarilib turdi. Xoda toshlarning ustini qalin bir qavat dengiz tuzi qoplagan edi. Ko'z yetkisiz ko'l yuzi tip-tinish edi. Ilgari Tuz ko'lining doirasi hozirgidan cho'ng bo'lib, vaqtning o'tishiga agishib, qirg'oq borgan sari kengayib, ko'l yuzi borgan sari torayib, texmi cho'nqirlab borgan. Tuzluq ko'lining uzunligi 70 necha mil, kengligi 35 mil bo'lib, dengiz yuzidan egizligi 3800 fut keladi. U heliqi Palestindagi ko'li bilan tamoman o'xshamaydi. Osiyoning g'arbiga joylashgan O'lik dengizining yuzi dengiz yuzidan 1200 fut tevan. Tuz ko'lining tuz miqdori nihoyat yuqori. Qattiq holatdagi Tuz ko'l suvi eg'irlikning 4dan 1ni egallaydi. Shunga bundaq soda beliqlar yashayolmaydi. Iordan daryosi, Biber daryosi va boshqa daryo yaqinlarining suvi ko'lga quyilishi bilan beliqlar nihoyat tezla o'lib ketadi. Ko'l suyidagi tuzning zichligi nihoyat cho'ng bo'lib, bu suvda odammi cho'kmaydi. Tuzluq ko'lning to'rt atrofi tujiplab tayyorlangan etis. Chunki bu yerdagi kishilar yezigilik bilan shug'ullanadigan qobillardir. Mobodo 6 oydan keyin bu yerga kelib qaraganda nurg'un uy hayvonlarini ham bug'doy, qo'noq, shal qatorliq ziroatlarning o'sib yetilganligini ko'rgil bo'ldi. Suv o'simliklari buluq o'sgan boqmachilik maydonida yana yova atirgul daraxidan shakllangan shitloq va so'pin daraxtini ko'rgil bo'ldi. Ammo hozir faqat zaminni qoplagan nefis bir qavat qorlar bor. Tushdan keyin soat 2da yo'lovchilar Okdenda poyezddan tushdi. Poyezd soat 6da ondan davomli mang'atdi. Shunga bogapanimlar bu yerda shahar ichiga qarab so'zilgan tarmoq yo'lni bo'ylab butunlay Amerikacha uslubda qurilgan bu shaharni oynib chiqmoqchi bo'ldi. Bir qaytam oylinib chiqishga 2 soat vaqt yetarli edi. Ogden shahri boshqa Amerika shaharlariga o'xshash chaqmoq nusxasidagi shaxmat taxtasidek loyihalangan bo'lib, ko'chalari tub-tuz ham uzun ekan. Bu shaharning qurilish ustasi Anglo-saksonlarning qurilish uslubi siziqlar simmetriyalik bo'lish alayligidan qutulmagan edi. Ammo bu g'alati yerning odamlari madaniyat jihatda Angliyaga o'xshash yuksakligiga ko'tarilmagan. Ular hammani qurilishni shahar, uy va boshqa hamma narsani o'xshashla to'rtbuloq shaklda qilib olgan edi. Tushdan keyin soat 3da Fogapanimlar shahar ko'chalarida oylanishga boshladi.
Bu shahar Iordan daryosining qirg'iqi va egiz past ko'tarilib turgan bosash tog' tizimlari orasiga bino qilingan edi. Bu yerda ko'zga chiliqudaq qurilishlardan sotxona ham harbiy zavod bor edi. Uningdan boshqa palampaylik va koridorliq ko'k chiqishliq uylar bo'lib, atrofi gullik edi. Gullikda sopon darxi, vendimil palmasi va dolana darxi o'stirilgan edi. Shaharning to'rt atrofida 1853-yili Seg'iz to'pi bilan Sheg'il toshdan yasalgan sepil bor edi. Savdo bozori asosan bir ko'chaga joylashgan bo'lib, bu ko'chada yana bayroq qadalgan bir necha saroy bor edi. Mashhur Tuzluq ko'l mehmonxonasi ana shularning biri edi. Fogapandim ham uning hamrohlari ko'chada odamlarning noyati oz qolganligini ko'rdi. Ko'chada ketayotgan odam ko'rinmaydi. Ular nurg'un qasharlar bilan qo'rchalgan shahar rayonidan kesib o'tib, nurg'un odamning turganligini ko'rdi. Ularning ko'pinchisi ayollar edi. Bu mormonliklarning bir ko'p xotinlik bo'lish alayligini gavlandirib turadi. Ammo hamma mormonliklarning undaq ko'p xotini yo'q edi. Buni kishilar o'zaro qaror qildi. Shuni aytib o'tish kerakki, Yota shtatining ayol grajdanlari to'y qilishga alayda moyil ekan. Chunki shu yerning odatiga asoslanganda mormonliklar yigona ayolga baxt ato qilmaydi ekan. Bu ayollarning turmushi qarmoqqa baxtiyor ko'rinmaydi. Ularning ishidagilarning ba'zilari puldar oilaning ayoli bo'lib, qora ranglik yipakdan tikilgan, maydisi uchuq qisqa yanglik chopon kiygan. Odisada yog'liq ortolg'a edi. Boshqa ayollarning hammasi faqat indiyalarning kiyimini kiyishgan edi. Master boytaqlar tarafdori bo'lib, bu ayollarning bir erning yukini ko'targanligini ko'rib qattiq hayron qoldi. O'z logikasi bo'yicha bir erning shuncha ko'p ayol bilan jafoliq turmush kechirayotganligiga yistashlikqa qo'zg'aldi. Bu yerdagi ayollar uningga g'amkinlik bilan qarayotgandek tuyuldi. Balkim bu uning o'yidagi puqishmaslikdir. Taliga xizmatkor bu shaharda uzun turmadi. Soat 4ga oz qolganda ular vokzalga qaytib keldi. Ham vagonga chiqib o'z o'rinlarida o'ltirishdi. Go'dik ovoziga agishib poyezd qo'zg'aldi. Biroq poyezd relsda serilib, amdala sur'atini tezlatmoqchi bo'lib turganda birining baqirganligi anglandi. To'xtanglar! To'xtab turinglar! Ketayotgan poyezd qolgancha to'xtamaydi. Baqirayotgan kishi aniqki poyezdga kechikib qolgan kishi. U hosirab o'midab yugurmoqda. Taliga u eng oxirgi vagonga sakrab chiqib oldi-da, vagondagi bir o'rindiqqa yiqildi. Nafsimi yetishmay qoldi. Master noiti jiddilashgan holda bu qaramliq bilan qilingan harakatni ko'rdi, ham oldiga berib poyezdga kechikib qolgan bu kishini ko'rib boqmoqchi bo'ldi. U Yota shtatlik bu grajdanning oila ziddiyati sababidan qochib chiqqanligini bilgandan keyin uning texmi izlashni qilishga boshladi. Bu yigit demini eriyotgan chog'da Master adab bilan uningdan uyda qancha ayol borligini so'radi. Master uning boyiqi tamtirab ketgan turg'iga qarab, oz deganda 20 necha ayoli bormikin deb o'ylagan edi. Bir apandam. Dedi heliq kishi ikki belikini egiz ko'tarib turib. Faqat birla, bumi menga yetib ashudi. Poyezd Tuzluq ko'l va Ogden bektidan ayrilib, davomli shimolga qarab mangdi. Bir soatdan keyin Weber daryosiga yetib keldi. Poyezd San Fransiskodan tortib, bu yergacha taxminan 900 mil yo'l bosdi. Bu yerdan sharqqa qarab mengib, xatarlik Vasaj tog' tizimlari ichida oldiga qarab ketaverdi. Vasaj ham Roski tog' tizimlariga joylashgan. Bu bir bo'lak temir yo'l noiti qiyinda yasalgan bo'lib, Amerika Qo'shma Shtati bu temir yo'l bo'lagining har bir kilometri uchun 48 ming Amerika dollari qo'shimcha yordam ajratgan. Halbuki tuz yerda har bir kilometr temir yo'l faqat 10 ming Amerika dollari bilan yasaladi. Biroq injenerlar yuqorida aytib o'tgandek, tabiatning tuzilishini majburiy o'zgartirishga urinmagan. Shunga temir yo'lni yer shakliga loyiqlashtirib, o'tish qiyin bo'lgan tog'lardan agib o'tib, takshilikka qarab yasab ketavergan. Butkul yo'l bo'ligida uzunligi 14 ming fot bo'lgan faqat birla tonel qazilgan. Bu temir yo'l buyuk Tuzluq ko'lga tutashganda eng egiz nuqtaga yetadi. Bu yerdan tövanga noiti uzun yanto'liq bo'lib, tövallab toki Beter daryosi o'ymonligigacha so'zildi. Ondan Udul Atlantik okean bilan Tinch okeanga o'xshash yiroqdagi Amerika quruqligining markaziga berib tutishadi. Bu tog'liq rayonda daryo yaqinlar noiti ko'p bo'lib, poyezd Modi daryosi, Gerin daryosi va boshqa turli yaqinlarning ustidagi ko'riklardan bir-birlab o'tadi.
Poyez manzilga yaqinlashgan sari xizmatkor bir ish chiqib qolgandek dakku-dukkini mangdi. Feks bo'lsa bu nas bosgan yerdan uchib o'tib ketgisi kelib ketdi. U hatto Fog apandimdimi bakrak oldiraydi. 1 minut bo'lsa-mu boldiroq Angliyaga qaytishni o'ylaydi. Kech soat 10da poyez Britger qalasi bekitiga yetib keldi. Ham to'xtamasdan oldiga qarab mengiyverdi. 20 mil mang'andan keyin Wyoming shtati, ya'ni ilgirki Dakota shtatiga kirib, Botil daryosi yaqinini bo'ylab mangdi. Koloradoning suv elektr stansiyasi dal mushu Botil daryosi suv kuchining bir qismidan foydalanadi. 7 dekabr poyez Gerin daryosi bekitiga kelib, bir chorak to'xtadi. Oldingi kuni yomg'ir aralash qattiq yoqqan qorning yerimi erib ketgan edi. Bu poyezning yurishiga ta'sir yetkazmaydi. Shundaqdimi masterning saprasini qo'zg'ab qo'ydi. Chunki poyez chaqlarga qor qaplashib olib, patqoq qilayotgan edi. Bu aniqlab poyez suratiga ta'sir yetkazadi. Hay, hech tushunmadim. Xo'jayinim nimishqa qish kuni safar qilmoqchi bo'ldi ekan. Havo ilg'an chaqda mang'an bo'lsa, texmi qulaylik bo'ladi-ku. Dedi master ichida. Bu sodiq yigit nachar havorayi to'g'riliq og'rinayotganda Auda xonim yana bir ish uchun oramsizlanayotdi. Aslida ish mundoq bo'lgan edi. Poyez Gerin daryosi bekitida bir necha minut to'xtaganda Auda deraza oldida o'tirib sirtning manzarasini ko'rayotdi. Yo'lovchilar poyezddan tushib harakat qilgach, poyezdning menishini saqlayotdi. Tuyuqsiz u bir odamni ko'rib qoldi. Bu kishi dal San Fransiskoda Fog apandimga haqorat qilgan yirik kishi Perokto polkovnik edi. Auda uniga ko'ringisi kamday burilib boshqa yoqqa qarab oldi. Ammo u Fog apandimdan noiti ansirdi. Bu mo'tavar garchi noiti eg'ir besiq bo'lsa-mu, ammo uning Auda xonimga bo'lgan g'amxo'rligi kundan kunga eshib berayotdi. Auda xonim balkim qalbining bu shafqatsizga nisbatan qanchalik cho'nqur hissiyotga to'lganligini aytib beramasligi mumkin. U bu xil hissiyotni faqat minnatdorlik deb biladi. Ammo Auda orda bu minnatdorlikdan halqagan bir xil hissiyotning borligini bilmaydi. Shunga bu qo'pol polkovnikni bayqagan chog'da uning ko'ngli odatdan tashqari jiddiylashib ketdi. Chunki Fog apandim Perokto polkovnikni tepib hisoblashiman deb qasamyat qilgan. Shubhisizki, Perokto polkovnik bu poyezga chiqishi tamoman to'g'ri kelib qolishi edi. Amaliyotda polkovnik mushu poyezga chiqqan edi. Auda amal qilib Fog apandim bilan polkovnikni uchrashtirmaslikka tirishdi. Poyez yo'lga chiqqandan keyin Auda Fog apandimning mugdayotgan fursatidan foydalanib, polkovnikni ko'rganligini Feks bilan xizmatkorga aytdi. Nima? Deb vaqirdi Feks. Perokto degan ablahmi mush poyezdimikan? Xotirjam bo'ling xonim. U ablah Fog apandimga ovorchilik topmoqchi bo'lsa, uning bilan o'zim hisoblashiman. Bu ishda ziyon tortgan odam men. Yana kelib, men u ablahga tetiyolayman. Polkovnik bo'lsin bo'pti. Dedi master o'ziga ishongan holda.